Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Keling aka. Yaxshimisiz? Rahmat, keling. Necha bo'lyapti shu gulingiz aka? Buni 1,5 millionga beraman aka. Aka. 15 kun oldin onamni tug'ilgan kunlariga oldim. 300 mingdan beruvdingiz-ku. Endi aka, bugun 8-mart. Bayram. Foydalanib olaylik-ku. Ha? Nima qiling, o'rab bering? Bering. Xo'p. Men o'rab olinglar qizlar. Necha bo'lyapti aka qo'ylar 50 kilolik. 10 millionda. Aka. 2 hafta oldin jiyanimga o'g'il to'y qilganimizda 6 milliondan oldik. Endi bayram, qurbon hayit. Tushundingiz-ku? Qaysi birini o'zi olasizmi? O'sha qorani ko'rsata qoling. Mana buni. Ha. Kel jonim, kel. Assalomu alaykum. Bozliq очиститель necha bo'lyapti aka? $400. Aka. Bir oy oldin ishxonaga 10 ta oldim, $45 dan. Nima qilib tashyapsizlar? Hozir shunaqada narx. Ha, havo ifloslanib ketganigami? Olasizmi? Olamiz. Majburmiz-ku. Bo'ldi, pulni to'lab yuboring, bolalar olib chiqib beradi.